Assalomu alaykum azizlar, qanday yaxshimi? Bugun biz Qum bosgan shahar romanining davomini o'qishni davom qilamiz. 25-bob. Suyumlik qaroqchi. Barat oqsoq savdogarning harakatlarini bir necha kun kuzatdi. Bugunmi savdogarning do'koni atrofida aylanib yuradi. Kun o'rligan sari bozorda xaridorlar ko'payib, do'konlarning savdosi qizimoqda edi. Oqsoq savdogar pulkay orqasida turib, do'konga kirgan har bir xaridorga mollarini ilib ko'rsatdi. Purkanchilik xonimlarga gullik chitlardan gazlaydi. Yana kimlar bilanmi mata chekmanlarning bahosi ustida uzoq qizishib so'zlashadi. Kun peshinga yaqinlashdi. Endi uning bu yoqdagi ishlari Baratga 5 qo'ldek ayon edi. Birdamdan keyin bu savdogar uydan akagan qattiq nonlarni qochoqchilab qo'ydi. Non erib sal yumshagandan keyin uni aldirash holda qo'shiqlab og'ziga silib bir pastil tugatdi. Kirgan xaridorlarga mol setishni unutmaydi. Shu tariqada savdosini yana toki bozor taqilib, xaridorlarning oyog'i besiqquncha davomlashtirdi. Ondan pullarini sanab qo'yniga silib, do'konni mahkam qulflab berib, ko'ktat bozoridan narsa keraklarni setib oladi. Hozirdan boshlab hisoblaganda, savdogarning uyiga qaytishiga texa yarim kundan oshiq vaqt bor. Bu vaqt Baratning yiliq sirliq o'yliga tushib, ziyorat qilib chiqishiga to'liq yetadi. Barat bozordan savdogarning o'ylisi joylashgan ko'chaga uchqanda qaytib keldi. Egiz tomlar orasiga qisilib qolgan tor ko'chadan texa atdiganning salqini ketmagan bo'lib, jimjit va tinch edi. Barat uyoq bu yoqqa bir qaravatdi-da, savdogarning temi yenidagi qapoq terakka maymundek yamishib chiqib ketdi. Terakning ho'yli tarafga so'zilgan cho'ng shexini avaylab dasab tam ustiga chiqdi. Tushdi. Tuvanda uning ko'z oldida qutidek chiroyli bir ho'yli turadi. Barat hayron bo'ldi. Ho'ylidagi hamma narsa shunchalik pokiz va radlik saramjonlashtirib qo'yilgan edi. O'ng tarafga kungaga qaratib egiz peshayvonliq o'ylar silingan edi. Uyning eshik deraza, to'riklariga eng moyir ustalarga naqsh chekkizgan edi. Kang pishqishlar yetilgan ho'ylidagi teshtaklarda qip-qizil gullar tovlanib turadi. Peshayvonliq o'ylarning qarish tarafida uzun ketgan lapas bo'lib, lapas ostiga cho'ng kichik kuplar, tay mollar redlik qo'yilgan edi. Barat o'ylining mundoq pokiz saramjonlashtirganini qarab, uyda cho'qim biror ayol kishi yoki xizmatchi bo'lsa kerak deb jazm qildi. Agar u o'yliga tushib olsa, u yerda biror odamning bo'lishining kori chog'liq edi. Barat o'yliga lapasning turkiga yamishib, siyrilib tushmoqchi bo'lib, mushukdek o'milab lapas tarafga o'tdi. Oqsoq savdogarning ismi Niyoz edi. Bu hashamatlik uylarda uning ayoli Oyjamol turadi. Oyjamol ismi jismiga loyiq oydek jamoli bor go'zallardan edi. Oqsoq savdogar bu shaharga o'zining boyligi yoki bexilligi bilan emas, ayollarga bo'lgan qattiq qo'lligi bilan mashhur edi. Oyjamol Niyozning 3-ayoli edi. Niyozning oldingi 2 ayolining biri Niyozning bexilligi va haddidan oshgan gumonxo'r, kunlamchiligining da'dini yog'ish tatib o'lib ketgan. Ikkinchisi bo'lsa qechibli qutulgan edi. Niyoz ularning hech qaysisidan bola yuz ko'rmadi. Oyjamol bu shahardagi bir o'limaning qizi bo'lib, Niyoz bu go'zalni o'zining mol dunyosining kuchi bilan qo'lga kirgizib olgan edi. Niyoz bu yosh xotinni qochirib qo'ymaslik uchun uningga kishining ko'ngli ilishqidek darajada xushomat qiladi. Uning ko'nglini ilishga tirishib, har kuni bozordan nozu ne'mat, meva-chevalarni to'shiydi. Qo'shlab kiyim-kechaklarni tiktirib beradi va pat-pat oltin jabduq, zibu-zinnatlarni sovg'a qilib turadi. Ammo uning bu xotinga bo'lgan gumonxo'rligi ilgirkidan eshib ketgan edi. Chunki Oyjamol yosh va go'zal. U bo'lsa har kuni har xil quvvat dorilarini kap etib tursimi, kundan kunga qerib, jismoniy ayblari borgan sari oshkorlanib, ko'rimsizlashib ketyotadi. Niyoz xotinini mastura holatda tutadi. Oyjamolning yot erlarga qarab qo'yishig'imi, erkaklarning Oyjamolga ko'z selishig'imi yo'l qo'ymaydi. Bozorga manganda u darvozani teshidan qulflab qo'yishni zotli unutib qolmaydi. Oyjamolning ota-onasi Niyozning o'z qizini shunday qattiq tutishini haqliq deb qaraydi. Oyjamol bu yasida qo'ylida xuddi oltin qafas ichidagi bechora qushdek yashaydi. Qafas har qancha ko'rkam bo'lsa-mu, qush uchun uning hech qancha qimmati yo'q. Qushning qafas ichida to'xtamay piqirab, betoqat bo'lib churuqligini, xushal bo'lib sayrag'ini emas, odamlarning rayimsizligidan, shuncha keng jahonni ko'rib turibmi uningga parvoz qilish erkidan mahrum bo'lganligidan Xudoga qiygan nolisi. Oyjamolning uydan chiqsa har kuni ko'rdigan egiz tom, olqandek bir parcha osmon. Shu tomlarga shexini otib turgan qapoq terak edi.
Oyjamalga baharning kelib ketayotganligini, fasllarning almashishini shu terakning yaproqlari xabar qiladi. Har bahorda u potli chiqaradi. Potlilar to'kilib, u yerda suz yeshil tangalar paydo bo'ladi. Ondan yupurmoqlar bag'ansiri yeyilib, atrof quyuq ko'langa tashlaydi. Bir kunlarga borganda yana bu yupurmoqlar oltindek sog'ayib, o'yliq g'azon bo'lib to'kiladi. Sepildak egiz tomlar bilan qo'rshalgan bu hovlida turgan odamga quyosh nihoyat kechikib chiqib, boldurla o'ltirib ketgandek bilinadi. Batbashara qerining qo'ynida asir bo'lib yotadigan kecha bo'lsa, to'lim uzunga so'ziladi. Niyoz Oyjamolni tam to'pisiga qo'ngan qushlar, gullarni agib yurgan kepinaklarni kullashga tayyor edi. Xo'sh, sen bu qushlarning yoki ovi yaramas kepinaklarning juplashib yurganiga nimaga qarab ketsan? Deydi Niyoz hasadxo'rlik bilan Oyjamolga. Ayol kishi uchun undaq narsalarga nazar selish ig'ir gunoh. U sening ko'nglingga yomon xayollarni soladi. Niyoz hargizmi uyga mehmon chaqalmaydi. Mehmonga bormaydi. Faqat heyt oyim. Har kunlarla xotinining qattiq turib talab qilishi bilan ondan uni ota-onasining uyiga elib boradi. Mundaq chaqlarda Niyoz Oyjamolni qilin chumbal va chumpardilarga purkaydi. Ondan uni derizlarga parda tortilgan mapiga chiqarib, o'zi yanida mahkam o'ltirib boradi. Oyjamolning otasi xeli ko'p o'qimishli odam bo'lib, qizining xat savodini o'zi chiqargan edi. Bu kishi olamdan o'tganda, uningdan bir dövi kitoblardan boshqa hech qancha mol dunyo qolmadi. Oyjamolning onasi eridan qolgan kitoblarni yordam sifatida nihoyat pokiz saqlaydi. Oyjamol har qatim u uyga borganda, otasining kitoblari ichidan o'ziga kerakliklarini tanlab akiladi. Uning akagan kitoblarining ko'pinchasi Iron, Iroq, Sham, Hindiston, yana qandaqdir yiroq bir mamlakatlarda yuz bergan ajoyib g'aroyib ishlar, muhabbat voqealiklari to'g'risida hikoya qiladi. Oyjamol yana bir qatim onasining uyiga oyimlab kelguncha uningga ana shu kitoblar hamroh bo'ladi. U ana shu kitoblar bilan mungdishatdi. Shu kitoblarga o'z holini aytadi. Shu kitoblardan o'ziga tasalli topadi. Niyoz savodsiz odam bo'lg'achqa arab yezg'ida kitoblarning hammasini muqaddas deb toniydi. Ularni o'qib turishni savobli ish deb bilgachga, ayolining mundaq kitoblarni qo'ldan tushirmay o'qiganligidan xush bo'ladi. Faqat ba'zi chog'larda u ayoliga shu ishing g'ayronman. Sen ba'zida bu ulug' kitoblarni bitarat tutib qo'ysan. Bundaqda deb bir talay baysaydi. Oyjamol bo'lsa savodsiz sodiganing bu ahmoqligiga ichida kuladi. Keyingi kunlarda Oyjamol oshiq ma'shuqlar to'g'risidagi kitoblarga shunchalik berilib ketdiki, endi uningga ilgari do'zax bilingan bu o'ylami ancha zerikishlik tuyulmaydigan bo'lib qolgan edi. U butunlay boshqa bir dunyoda, o'zi kitoblarda o'qib, xiyoliy tasavvurga o'rlashtirib olgan yangi va ajoyib voqealar ilkida turadi. Qeri Zeyb erining yanida yetibmi, o'z xiyolidagi olamda yashaydi. Oyjamol ba'zida kitob ko'rib o'ltirib, o'zining bolalik hayoti o'tgan mahallasini ko'z oldiga keltiradi. Tam to'da chechaklar xushpuroq chechib turgan jigdilar, kumushdek yaltirab turadigan yo'pirmoqlar xiyolidan o'tadi. Ularning hovlisining orqasida kichikkina anarliq bog'chisi bo'lib, bog'ning pakar tomlaridan yiroqdagi etizlar, loyqib oqadigan o'stan, qirg'oqlarda mamqab gullari echilib ketadigan eriqlar ko'rinib turadi. Bog' ichi bo'lsa, yumshoq chim bilan qoplangan edi. Oyjamol tam to'da jigdi daraxiga yo'linib turib, quyosh nurida tovlanib turgan keng tabiatga hayajonda qaraydi. Etiz yo'llarida ketib borgan burutlar xatta atgan subatliq yigitlarni aniq ko'radi. Uy tarafdan biror kishi chiqib qolgandek bo'lsa, o'zini jigdi yelim yig'ayotgan qiyofatga selib oladi. Yiroqdan ketmay ko'tirib o'tadigan shu kishilar orasida uning yaxshi ko'radigan yigitimi bor edi. Ammo bu yigit oxirida nihoyat yuraksizlik qildi. Oyjamolning onasi o'zidan necha 10 yosh cho'ng bir oqsoq qeriga bermoqchi bo'lganda, qiz shu anarliq bog'ning temi yanida o'z yigitiga yig'lab turib tashlangan va yigitdan o'zini elib qaytishni, yiroqlarga boshlab ketishni talab qilgan edi. Yigit qiz elib qochqanlar ustida bo'ladigan og'ir jazolarni o'ylab titrab ketdi-da, ikkinchilab kelmadi. Qizning yigitdan qattiq ko'ngli qoldi. Bu olamning haqiqatanmi vafosiz ekanligiga ishonadi-da, taqdiriga tanbadi. U o'qigan kitoblarda bo'lsa, ajoyib palvonlar, o'z maqsadiga yetish uchun hayotidan kechadigan qaytmas mardlar, qo'rqimsiz qaroqchilar, o'z ma'shuqining didorini izlab olamni kezib yurgan oshiqlar tasvirlanadi. Oyjamol o'z xiyolida qachonla bo'lsin shundoq yurakli bir yigitning mushu hovlining egiz tomlaridan olqib tushib, o'zining oldiga kirib kelganligiga ishonadi.
Şuңa Ayjamal her gün köңül qo'yib yasanatdi. Qoshlariga o'sma, tirnoqlarga xena qo'yatdi. Yuzlariga anglik surkaytdi. Yarashimliq kiyimlarni kiyib, zib-zinnatlarni taqaytdi. Ustiga xushbiroq gulmiy chachatdi. Bularning hammasini u oqsoq qari eriga yaxshi ko'rinish uchun emas, kunlarning birida ajoyib bir mo'jiz yuz berib, uning oldiga kirib keladigan g'oyibon yigitni kutilish uchun qiladi. Niyoz uning muncha chiroyli yaslanib qarab ba'zida voysabmi ketadi. Sen nimishqa o'zingni mushuncha o'shiq pardozlab olding deb yurkin ichishtirib turgan dahshatli gumon bilan ayoliga tikiladi Niyoz. Balkim sen tushingda biror yigitni ko'rib yurdigansan, yoki xiyolingda bo'lsin biror nopok bilan birga bo'ldigansan, yoki bo'lmasa shotini qo'yib o'gizlarga yomishib ko'ch-ko'ylarga ko'z silib yuriydigansan. Voy, nədəki bo'lmag'an gaplarni qilib yurdiganlar deb erkalaydi Ayjamal Niyozga. Shotiga bir baldoq chiqsami beshim qaydi. Buning hammasi sil uchun. Silni bozordagi xotinlar ozdirib ketamdikin deb ansirayman. Shu silning ko'ngillarini izlab qilmamdim. O'shiqcha avorchilik deb g'uding'shiydi Niyoz. Xudoga shukr, men ko'chada undaq kaskanmas xotinlarning oqisini paloqlab yuradigan ahmoqlardan emas. Zibzinnatlarsizmi? Sen menga suyimliksan. Osmixinlarni bekor zoya qilibsan. Anglik bilan 100 mingni buncha ko'p ishlatma. Hozir bu narsalarning bahosi eshib ketyotidi. Shundaq ko'tildashlar bilan Niyoz pushildab o'ltirib, shu kundagi savdodan tushgan pullarni sanaydi. Sap oltinlarni ayrim ko'mzaklarga silib, qayerlargadir ko'matdi. Barat savdogarning o'ylisiga tushish uchun biror aplik joyni izlab yurganda Ayjamal uyda edi. U yumshoq gilam ustiga mamuq yostiqlarga taynib yetib, oshiq mashqlar to'g'risidagi yana bir kitobni berilib o'qiyotdi. Kitap qandaqdir bir qaroqchi o'zining yaxshi ko'radigan kinezikini o'g'irlab shoh o'rdisini parakatninchilikka salmoqda edi. Ayjamalning nazarida qaroqchi haqiqiy er edi. U shohning harbiga yetib boradigan yo'ldagi qorovullarni bir-birlab yiqitib, o'zini mashqqa qamalgan hujraga shipirlab kelmoqda edi. Shu chaqda o'yliga gum qipli bir narsa tushgandek bo'ldi. Ayjamal cho'chib beshini ko'tarib qaradi, o'ylida birining qarsi ko'ringandek bo'ldi. Barat lapasning to'rigini quchoqlab turib o'yliga o'ngishliq serilib tushib olgan edi. Endi u bu o'ylining egiz tamlaridan qandoq qalqib chiqib ketish to'g'risida g'am qilmasin bo'ladi. Lapas ostiga uzun bir sho't yetqizib qo'yilgan edi. Lekin Barat sho'tidan ko'zini uzib, peshayvonlik o'y tarafga qarab qetibla turib qoldi. Uyning qo'sh qanotli eshigi oldida bir sohib Jamal unga kulib qarab turadi. Baratning fikri chigishilib ketdi. Bu ayol nimancha chiroyli? U sirt quluploqliq bu o'ylini nima qiladi? Bu yiliq oqsoq savdogarning ayolimidi yoki qizimidi? O'yliq o'g'ri tushganda qo'rqib vaqirab ketmay nimishqa kulib turdi? Yoki bumi yiliq rahmatlik erining kiyim-kechaklarini dasmoya qilib buzuqchilik qilib yurgan qiridalladek yosh cho'kanning qiyofida kirib olgan ilgar xudimidi? Yo'q, u rostli yosh va chiroyli ko'rindi. Qaraganda u meni mushu to'rikdan pat-pat serilib tushib turadigan o'zining qandaqdir bir o'ynashlariga o'xshatib olgan bo'lsa kerak. Agar bu o'ylada mushu ayoldan boshqa bir ajam bo'lmasa, bir xotin kishini ujuqtirib etmek ta's emas. Shu xiyollar bilan Barat qo'rqinchini besib oldi. Hamma o'g'rilar shundaq bo'ladi. Ular uy kirib olguncha noit qo'rqishidi. Kirib olgandan keyinlar uyning egisi shu. Shu tapda ho'ylada paydo bo'lib qolgan egiz bo'y, qora qoshlari ostida qo'y ko'zlari chaqnab turadigan bu yigitni Ayjamal uzun vaqtlardan beri o'zi tashnolik bilan kutgan Botirning o'zi deb bildi. Ayjamalning nazarida yigit to'rikdan serilib tushmadi. Bulutlardan halqib yetib keldi. O'z nigoriga yetish uchun talay mushkullarni yengib, qonliq janglarni qildi. Bo'lmasa, u shuncha cho'ng shahardagi Ayjamal turgan bu kichikkin ho'ylini qandoq tepib kelalaydi? Bu egiz tamlardan halqib o'tib, o'ylining o'ttirisida qandoqcha paydo bo'lib qoladi. Buning nima hayron qolg'uchiligi bor? Ba'zida turmushdagi ishlar kitoblarga yoziladi. Ba'zida kitobdagi ishlar turmushdan yuz berdi. Ayjamal xiyolidagi shu yigitni kechili tushida ko'rgan. Uning bugun ko'z oldida paydo bo'lib qolish ko'ngliga ayon bo'lgan. Shunga u atiganlar eng chiroyli kiyimlarini kiygan. Quyuq bo'ston chochlarini chuvib orqaga tashlab, aynak oldida uzoq pardozlangan edi. U nima qilarini bilmay turib qolgan yigitga qarab og'iz ochdi. "Qani qimmatli mehmon, uyga kir. Meni tonimayotgamsan? Men seni mushu yerda uzundan beri kutib turgan. Sen kechikding." "Ya Alloh!" Barat bu cho'qanning aqlining joyida ekanligiga sal gumonlanib qoldi. Tavakkul qilib uning oldiga qarab mangdi. Barat peshayvon ustiga chiqishi bilan Ayjamal uyning eshigini uloq ichib o'zini chetga oldi. Bu butunlay gilam,
və isil jabduqlar bilan bezəlgən azoda və salqin uy idi. Ayjamal bosoğudla Baratni qarşı aldı. Sen özün kimsən? Cinmisən, adammisən? Sen özün kimsən? Cinmu yoki odammi? Deydi Barat ayoldan o'zini qochirib. Men odamman, savdogar Niyozning xotiniman, deb pichirlaydi Ayjamal hayajonda. Sen meni o'zingning bir o'ynashlaringga o'xshatib qolding deyman. Bilamsan, men o'g'riman. Bilaman, hammani bilaman, deydi Ayjamal titrak aralash. Sen o'g'risan, men kutgan suyimlik qaroqchisan. Sening aqling joyida-du. Xudoga shukri, bu to'ttamning ichiga solinib o'ltirib, texi aqlimdan ozg'idek bo'lmadim. Xudoga nolam yetdi. Bir kun bo'lmas bir kuni sen o'xshash yurakli yigitning tomdan ortilib tushib, muhabbatimni qabul qilishini tilaydim. Mana bugun Xudo o'zi seni menga yetkazdi. Ayjamal pichirlab turib Baratning qo'yniga o'zini atdi. U bu ayolning erkinlikdan mahrum bo'lib, zerikib yotgan bir inson ekanligini payqamadi. Ayjamal Baratni ichkirki uyga kirdi. Qatma-qat yekandazlar ustida o'ltirg'izdi. Oldiga noz ne'matlarni tizdi. Barat bir tarafdan hasal murabbolarga yumshoq nonni patirib, qiziq choy bilan yutatdi. Yana bir tarafdan uy ichiga sap solatdi. Yo'g'on tugi sanduqlar, ishkoplarga tizilgan jonon chinilar, o'yiqlarga qo'yilgan qadimgi zamonning pinglari, kumush qochquchilar, mis obtuvular qorong'u uy ichida so'z paqiraydi. Üstündeki kiyimlerin nimancha o'ngib ketdi. Tushunib men shahzodimi, yana bir nima emas, men o'g'ri. Seni bo'g'ibli qo'ygan bo'latdim. Lekin sen meni mehmondo'stlik bilan kutib olding. Uyga tushgan o'g'ri bilan choy ichib o'tirgan xo'jayinni men bugun ko'rdim. Oltin kumushlaringni chiroyliqcha oldimga to'k. Men bu yerdan tezroq ketib olay. O'g'ri bo'lsang meni o'g'irlab ket. Qancharoq akelsang shuncha yaxshi. Men odam o'g'irlamayman. Menga jiringlab turadigan tangilar lozim. Erimning dunyolarini sen kechkirgichim izlab topolmaysan. Oy, u shundoq hiylagar, shundoq bexilki qo'yib. Oltin kumisilgan kumzaklarini u men uxlab qolganda nalagidu ko'midi. Ammo men seni o'z dunyorim bilan rozi qilaman. Bog'liqda turgan it texmi g'aljirlashib ketadi. Qafasda turgan qush erkinlikka hammadan bek tashna bo'ladi. Ayjamal Baratga o'zini atdi. Men qaytib ketay, dedi Barat bir chaqda. Erin kelib qolishi mumkin-ku. Menga berdig'ingni be, yaxshiligingni unutmayman. Mana, buni ol, deb Ayjamal Baratga bir hamyonni sundi. Ancha ko'p bermadim. Kerak bo'lganda yana bugungidek tamdan otilib tushib o'g'irlab ket. Pat-pat shundoq o'g'irliq tushib turishingni xohlayman. Ular tamg'a shot qo'yishdi. Ayjamal shot yinida yana o'z xiyolidagi shahzodasi bilan xo'shlashdi. Uning kunlaridagi kuchli tashnalikni aks ettiradigan o'tlar texi o'chmagan edi. Barat Ayjamalning bergan pulni xajlab, o'ziga bir qora yarashimliq kiyim-kechak, xurum o'tuk, yangi belbog'larni setib oldi. Dangjaning barliq haqlarini to'lab tugatdi. Karvanimiz bu yerga hozircha kelmaydigan bo'pti, deb Dangjaga ahvolni. Xo'jayin menga xarajat avatibdi. Yana 1-2 oydan keyin oldigandek turdi. Bu savdogar degan haqning qarori yo'q. Nada foyda ko'p bo'lsa shu yerga avval yuguraydi. Men yana kutadigan bo'ldim. Hammaylar emasmi? Deydi Dangja. Xo'jayiningiz kelgach kuting. Bu yerni o'z uyingiz deb bilavering. Dangja uchun o'z mollari bilan oyliq oyoqlarda aylanib yurgan xo'jayinning qaytib kelishi yoki kelmasligi muhim emas edi. U faqat Baratdan yotoq va tamoq pullarini to'liq elib tursa rozi edi. Az o'tmayla Baratning yanchi qurg'ilib, uning ochliq yuradigan kunlari yana boshlandi. Dangning daq buguligida yetib, qo'rsiq ochliqdan g'oldirilgan sari u Ayjamalning dasturxonida isrof bo'lib ishib qolgan nozu ne'matlarni Ayjamalni seg'andi. Oxir u nima uchun u bichar cho'kan u yerda so'linib yetib ahurdi ekan? Men bu yerda pulg'zar bo'lib och yurmankan, deb o'yladi-da, Ayjamalning qishig'a yana berishga qaror qildi. Ikkinchi qaytimda Baratni xo'sh tabassum bilan kutib oldi. Yaxshi tamoqlar bilan mehmon qildi. Niyozning tiqib qo'ygan sharoblarini tepib ichishdi. Masjidlikda Ayjamal usullarni o'ynab, Baratni unutliqsiz ta'sirotlarni qoldirdi. Xo'shlashgan vaqtida Ayjamal Baratga yana bir hafta yetkidek xarajat berdi. Ko'p bermadim, kelmay qolasan, deydi Ayjamal nozliq kulimsirash bilan. Puling tukkanda yana kelib o'g'irlab ket. Iloyim, sening menga mangu hojating tushib tursin. Rost degandek Ayjamalning bergan puli Baratga bir haftaga orali yetadi. Ondan Barat oqsoq savdogarning o'ylisi yindiki qapoq terek yamishqa yana majbur bo'ladi.
Vədləşkən günü Aycamal hoylanın içiga şota qoyup qoyatdı. Bara Barat Aycamalga üýgünüp qaldy. Bäzida o pul işçilli emas, özüge teşna bolup telmirip turgan çokanny seginiپmi qapak terekke ýamışatdy. "Mən ämdi bu ýerge kelelmeýmen" dedi bir güni Barat Aycamalnyň ýynda. "Nimişqa?" dep çöçüp getdi Aycamal Baratga eslip turup. "Bilemsen, her qetim bu hoylada düşüdigan çagda hem dekki-dükkiçilikde kömegenini görmen. Awal bazaga berip Niyaznyň dukanyny açkan açmagalyga garaýman. Niyaznyň sowda qılıp tuğuny öz gözüm bilen köýgendin keyin bu ýakka qarap ýügürmen. Bu koçanyň iki beşiga alaqsady bolup birazam meňip terek ýamşylgan äplik peýtini kütümen. Tüfi, şu mümkin bopdymy? Qaytadigan wagtymda işim tehimi täs. Tam töpsiga çykyp bolgan çagda koçada tasadibi bir adam kitip bargan bolsa, qapak terekniň üstüde ýopurmaklanyň daldysyda huwukuşdak tügülip oltyrman. Bir gün bolmasa bir gün meni bu atrapdaky golum goşular körüp galyşy, ýa-ki bolmasa seniň eриň qandakdyr bir iş bilen kündüzli öýge gaýtyp naq üstümizge düşüp galyşy mümkin go. Çyragyny ýykypdyň. Eger şundaq bir falaket yüz berdigan bolsa, meniň put-golumny çanap taşlaýdydy. Seniň ýüzleriňe qara küýsün sürkep, eşekke tätürip mingizip, sazaý qılıp, çamy kesa qılıp öldürýärdi. Aycamal oýlanyp qaldy. Mundaq ogurlukça muhabbetleşişiniň hawpyny o özümi his kılgan edi. Niyaz bäzide bir näseden gumanlanganda qılıp, "Nimişqa sen bugün munça bola huşal? Bu oýdaky mewji we murabbalar nimençe tez tügäwatdy? Sen şunça iştahlyk bolup gitýatamsan ha?" degендek suallarny soraýdy. Aycamal bu suallarga hyýallyk kelgen bir nimelerni dep jogap berip ötküzip etdi. Emma o hiliger aksakny bir ömür aldap ötüş mümkinmi? "Mən onu öldürürdüm," dedi Aycamal. "Nim däwatsan?" dep çöçüp getdi Barat. "Onu öldürürdüm." "Kimni?" "Niyaz degen qerini." "Eger eriňni öldürüşge razy bolsaň, onu sen emas, men öldürsem bolady. Mana bugünle meni bir ýerge mükdirip goýsan, keşde Niyaz gelip derwazyny kuluplap öýge kirişi bilenla onu bogup goýman." "Ýak, mundaq öldüriş hatterlik," dedi Aycamal. "Eger o şundaq tuýuksuzla ölüp galsa, golum goşunlarda guman peýda kılady. Ämsi qandaq kılymyz? Sen maňa bazardaky dori puruşlardan astyrak täsir kıldygan zäher tepip ekilip men onu Niyaznyň tamqy goşup bermen. O asta-asta halsızlanyp ölsün. Qeýra adam muşundaq ölüp gelse hiç kim guman kılmaýdy. Bu çyraýly goýla, mal-mülk we men hemmemiz saňa taalluk bolymyz. Niyaznyň näzir çyraglary ötüp bolganda sen maňa adam kirgizsen, biz jemaat aldyda oçuk-aşkar nikah alnymyz. Niyaz gömgen dünýäler bizge ölgiçe ýetip aşady." "Aklyň gapyryn," dedi Barat. Birak bu maksatga ýetiş üçin helal wagt gitdigandek turdy. Aycamal özü oýlap tapgan akylga öz hoş bolup gözleri oýnap ketdi. "Säbir kıl yigitim," dedi Baratga äkilip. "Säbir gaçysynyň tigi halawet. Kitaplarga şundaq ýazylgan. Sen zäherini tepip gel, kalgan işni maňa goýup ber. Emma bir şert, biz toý kılgandan keyin sen meni meňge taşlap ketmeýdigan kasam bersen." "Kasam bermen," dedi Barat. Bu bab şäde tügedi. Dawamyny dawamlyk okyýmyz. Allaha emanet.